Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Chorva ishqibozlari, hurmatli obunachilarimiz, inshaalloh biz Qirg'iziston Respublikasi Bishkek So'qliq mol bozoriga kelganmiz. Inshaalloh şeydan ozgina reportaj qilamiz. Like bosib, obuna bo'lib qo'yasizlar va gruppalarga paydilatsiya qilib qo'yasizlar. Inshaalloh biz ish boshladik. Assalomu alaykum aka, nech pul bo'ldi? Ha, sotilmabdi bu. Inshaalloh syomkani davom ettiramiz. Baholi qudrat. Bir bozorga ozgina kechroq qolib keldik. Inshaalloh ichkariga kirib, qani vaziyatni bilamiz inshaalloh. Mana ikkita qo'y 28 dan sotamiz deyishyapti. O'zingiz emas, qo'yni tortdik. Mana ona bola qo'yni 21 deyishyapti. Bayka bunisi nech pul? Voy, men sotolmayman. Nech pulga oldingiz? Qo'zi bilan 15 ga oldim. Qo'zi bilan 15 ga olibdilar. Assalomu alaykum. Bayka nech pulda olasiz qo'zilarni? Nech pulda yapsiz? 15 ga 10 ga sotdim. 16, bunisini 10, bunisini 15 deyaptilar. Assalomu alaykum bayka. Charchamayapsizmi? Nechishdan qo'ylar? 3-chi turibdi. 3-chi tug'ish. Arashanni qorasidan qochgan ekanda. Ha, nasorat liniyasi. Liniyasi bormi? Ha. Necha puldan deyapsiz? 65 dan. 65 dan. Nasoron liniyasi deylar. Bolalar liniyalik. Ertaga 8 da 1 oylik bo'ladi. Ikkalasi 1 oylik bo'ladi deyaptilar. 8-chi. Quloqlarni o'lchaganmisiz buni quloqni? Ha, yo'qmi? Nech pulga berib yuborasiz mabodoga ikkalasini? Gaplashamiz-da. Qancha? 40, 50, 45. 55 dan beraman hozir. 55 dan deyaptilar. Yaxshiroq yapsa mana 50 dan ham berib yuborarlar mo'ljalimda. 53 dan beraman. Bo'ldi. Telefon nomer qo'yamizmi? Telefon nomer qo'yamizmi? 776 35 05 05 45. 45. WhatsAppdan aloqa chiqaverasiz. Mana bu tomondan ham qisqacha video qilib chizamiz. Ukam nech pul deyapsiz qo'chqorni? 45. Ha, 45. 45. Liniyasi bormi buni? Nima qanaqa liniya bu? Qanaqa liniya? Karabin? Karabin liniya 45 deyapti, lekin quloqlariga unaqa uzun emas. 17-18 santimetrlik. Mana shu baykani ham qo'ylar yaxshi ekan. Buni olib qo'yishibdi. Hop bo'ladi. Hop. Eng jammi qo'zlari 8 dan deylar. Qozlar qancha ekan? Tomonda yaxshiroq kattaroq qo'ylar bor ekan. Tomonda ham tomonda yaxshiroq qo'ylar turibdi, inshaalloh. Aytamiz. Hurmatli mijozlar, mana shu yerda 6 bosh qo'y turibdi, 3 tasi bo'g'oz deylar. 37 dan deyaptilar. Ma'lumot uchun 140 biz kurs bilan solishtirganda 37 dan. Telefon nomer qo'yamizmi? Telefon nomer qo'yamiz demadilar. 35 ta atrofida bitar ekan ishimiz. Akamiz videoga tortishga ruxsat berdilar. Liniyasi bor, lekin qaysi liniyadanligini bilmayman deylar. Nech puldan aka bu? 18 ming. 18 dan. 18 mingdan deylar. Telefon nomer qo'yamizmi? Telefon nomer. Nechi? 703 703 512 542 yo'q 12 512 612 60 12 612 612 ekan. Qanchaligini to'g'rilaysizlar? Xohlasa aloqa chiqaverasizlar. 18 dan deyaptilar. Bu tomonda ham mana qo'ylar bor.
egasi borini tortishga ruxsat berganini videoga tortamiz. Bu yerda ko'pchilik ruxsat bermaydi. Shunga ruxsat berganlarini tortib qo'yaveramiz inshaalloh. O'shada ham qo'ylar turibdi. Egasidan so'raylik, ruxsat berishadiki. Akamizlar ham videoga tortaverdilar. 26 dan deylar mana shu qo'ylarni. Hammasi yangi. 15. Buni aka. Bunisi 15 ekan. 15. Bu ikkalasi 25 dan deyaptilar. Sariq arashanga yaqinroq qo'ylar. Mana olganim bo'ladi. Afg'onni bolasidan dumbasi asilganroq ekan. Telefon nomer qo'ymaymizmi aka? Ehtiyot. Nomer beraymi? Nomer yozib chiqarsangiz qo'yib qo'yishimiz mumkin. Telefon qilishadi klientlar Mabodoga. 778 79 79 90 90. 90 90. Rahmat aka. Bu tomonda ham bolalik qo'ylar bor ekan. Shu bolalik qo'ylarni 30 ming atrofida bo'lyapti mashina. Tomonda ham bozor oxirrog'ida kelganligimiz sababli qo'ylar sotilib ketibdi. Ozgina obunachilar uchun ilindik. Inshaalloh mehnatimizga like bosib, kommentariy yozib, podpis qilib qo'ysanglar, biz kanalni yangi ochganmiz. Xudo xolasa qachongi Qirg'izistonga chiqsak, inshaalloh videolarni qo'yib boramiz. Assalomu alaykum aka. Charchamayapsiz? Videoga tortsam bo'ladimi? Videoga tortsa bo'lar ekan. Bu liniyasi bormi? Salom. Nech puldan deyapsiz aka? Bular olindi. Nech puldan oldingiz? 22 mingdan. 22 mingdan olishibdi. Liniyasi yo'q, lekin yuzi oq, chiroyli narsalar ekan. Mana ikkita kichkinasini nech puldan oldingiz? Mana 4 ovni, 3 ovni olishibdi. Rahmat aka. Mana bu tomonda qo'ylar bor ekan, narigi tomonda echkilar ham turibdi. Mexda ham. Hammadan so'rayversa ham bo'lmaydi, yo'limizga to'g'ri kelganini olib qo'yib ketamiz inshaalloh. Aka bu akamiz ham hamma bolalik qo'ylar ekan mana. Qo'zlari bilan 40 mingdan ekan. Kami ham bor-a? Balki 30 dan bo'ladimi yo 35 mi? 35 dan bermadim deyaptilar. 6 bosh, 6 ta bolasi bor ekan. Ma'lumot uchun 140. 4 tasi erkak deyaptilar. Bizda mikrofonlar ham yo'q, oddiy holatda olyapmiz. Shunaqa gaplar bizda. Olsa baraka topadigan narsalar ekan, yaxshi narsalar ekan. O'zim ham qiziqdim. Tomonda ikkita qo'z yotib olibdi, o'lganga o'xshab. Ko'pchilik ruxsat bermaydi YouTube'ga chiqarishga. Bizniki Namangan YouTube. Men o'zimni ham chiqaraver dedilar. Telefon nomerini aytib qo'ysangiz bo'ladi. 54 bilan, 1964 1964 02. Nech bilan beramiz buni? Uchtasini 100 ga berasiz. Uchtasini 33 dan 100 ga beramiz deyaptilar. Mana ham bunaqa qo'chqorlar bor ekan. Boyagi qo'ylarning oldidan ko'rinishi chiroyli narsalar ekan, mana qarang. O'sha yerda ham chiroyli qo'ylar bor ekan mana. Omada urush berishlari mumkin, shuning uchun bu yerda yaqiniga borib olmayapmiz. Ruxsat berganini telefon nomerini qo'yamiz ama. Mana shu ikkita qo'y ham chiroyli ekan, berib so'raylik. Xo'sh. Liniyasi bormi, yo'qmi? Hurmatli obunachilar, liniyasini bilmayman deyaptilar. Buni 60 deyaptilar. Mana ikkalasini 30 dan 60 ga beraman deyaptilar. Mana. Telefon nomer qo'yib qo'ysa bo'ladimi? Telefon nomer. WhatsAppdan aloqaga chiqadi O'zbekistonga. Telefon nomer berasizmi? Ha, bergandimni. Ha, 709 709 444 904 444 444 uzr. 240 240. Shunga aloqaga WhatsAppdan aloqaga chiqsang Mabodoga. Ma'lumot uchun yo'l beko'q.
Biz endi bir qiziqishga aylanib chiqqanimizda video tortib qo'yganmiz. Assalomu alaykum. Tortsam bo'ladimi? Tortsam videoga. Nech puldan bu ikkala ena bola? Assalomu alaykum. Yo, yeni bola 40 bor. Bu ena bola 40. Aha. Narxi o'zi 35 to'g'ri. 35. Tishlari qanaqa buni tishi? To'qqiz. Ikki kishi sayyor. Aha, bunisichi? 6 Bu 6 tish mani ko'p qo'y, mani to'qli, birinchi tug'ishi ekan. Telefonimiz qo'yib qo'yamizmi? Telefon nomeri qo'yamizmi? 708 708 54 54 78 78 99. 99. Rahmat akam. Qaysi kanal? Bu Hello Chorva degan kanal O'zbekistonniki bu. Chiroyli qo'chqor ekan mana. Xo'p bo'ladi. Ikkalasi 45 dan deyaptilar. Nechi tishdan o'zi? Ha. O'zisi bilan 45 dan deyaptilar. Ikkalasi ham chiroyli qo'ylar ekan. Rahmat sizga baka. Mana mana shu ham chiroyli narsa ekan. Ikkinchi marta ko'rsatishim. Mana chiroyli narsa ekan mana ona bolalar ham. Assalomu alaykum baka. Chachmayapsizmi? Nech pul deyapsiz buni? 45 ming. 45 ming? 45 ming. Qancha 40 ta berib yuboramizmi? Yo'q, kichkina qo'shasizlar. Qancha 42 mi? 42. 42. Tish qanaqa buni? 4 tish. 4 tish. Bolasi ham onasi ham chiroyli narsalar ekan, menga yoqdi mana. Ikkitaga endi telefon nomer qo'ysa bo'larmiki? Rahmat. O'zi qo'chqor ekan, chiroyli narsalar ekan, yoqdi lekin menga. Mana ham chiroyli qo'ylar turibdi, ammo egasi yo'q ekan bular. Nari tomonda ham to'rtta qo'chqor turibdi. Barib 18 dan deyaptilar mana qo'zlarni. Nech pul 15 dan qilib beriladimi? Akam, qancha? Oxiri 16,5. 16,5. 16,5 dan berilar ekan. Tomonda ham turibdi, mana yerda ham qo'chqorlar turibdi buni. Chiroyli narsalar. Qirg'izistonda endi bilasizlar, yaxshi narsalar bo'ladi. Assalomu alaykum.